Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Aziz, muhterem Şarkı Türkistanlı qarindaşlarım. Yana yüz görüştük. Allah'a hamdülillah olsun. Hammanlarga Allah'ın güzel salamları olsun. Rastın desem bugün bundan bir temini sözleşine hiç oylap bakmadan. Men aslında kayıt şekillendiriş hakkında ve bu kayıtı şekillendiriş neticesinde yüz birliğe münafıklıklar hakkındaki psikolojik hususiyeti olan bir temini sözlemekçiydim. Onundan başka en az bir yılın aldıda sözlemekçi olan amatörlük işkilinişler bilen sözleyenmege yeni bir tema vardı. Şarkı Türkistan davası da ticaret diye. Onun çok kızık kalattığında ama bu temini sözleşke doğru gelip kaldı. Bu tehimi tehirsizlik bilindi. Yani kvadrat kesip olmaydıgan dek bilindi. Yani bu tema ammavi torlardaki bir talaş tartışının ilhamıdan doğuldu. Bu şu. Erkin Asya Radyosu yani bir yerde Uygurca bölümüne nazar tutunuz. Ürümçi katliamını Ürümçi vakası dep haber qıptıken. Haber işlettik. Bununla karış çıkan qarindaşlarının mesuliyetcan tutumu oladaki milli sezgürlüknün uyğanğanlığını ifade edildi. Bu hal meni hoş kıldı. Ümitlendirip etti. Muşu münasebet bilen bu temada yeni bir neslen sözleş ihtiyacı his kıldım. Qarindaşlar bu uygunuş, bu zil, sezgür, uşar halette tuturuş addidek tusumu umumi milli ruh uygunuşunun bir eynikidir. Xabaranlarda ba men milli sezgürlük, siyasi sezgürlük mevzularda en az 2 videoda qaqşıgan edim. Bu qaqşaşlar men üçün bek yenilik emas. Çünkü onundan 10 yıllar ilgiri kitaplarda bu mevzular yazılan. Kitapni bek okuyutadigan bolganimiz üçün onunga hech kimning diqqat qozg'almagan edi. Yoki qitg'urlar buni faqat mening ishchi yomonligimdan ulananki işçi yaxşı. İşçi yamanlıqımdan her iştim tutak tapıdı şeklinde izahlaşkan edi. Başka okumaydıganlar şularning izahlarına qarapla ha okumasın baldaran bir kitap yok yerden tutak tepiptimish. Depla okumaslıkları üçün kanuni bahana tapkandek olup kalışkan. Ben Şarkı Türkistan Azatlık Yolda İzdiniş namlılık siyasi mecmuanın 3. ciltideki Milli müstakillik iddiamizning asoslari mavzuluk makalda bir muncha masalalarni o'tirib qo'ygan edim. Bular bir millat sifatida tariximizda bo'lib o'tgan hadislar haqida, bu hadislarning vaqti xarakteri haqida talaffuz birligi hosil qilishni tashabbus qilish bilan birga milliy mustaqillik iddiamizga asos qilishni maqsad qiladi. Talaffuz birligi. Hammaylar o'xshash ishga qarata o'xshash gapni qiladigan demakchi. Men bu yerda yodimda qolganlarni takrorlab o'tay. Kitobni qayta varaqlashga
rəğdim yox aslında desem. Bulardan biri atalmış üç vilayet inqilabı degan atalgı idi. Xəbərinizdə var, üç vilayet inqilabı degan atalgı mavzudun tərəfindən qoyulğan. Hadisenin mahiyetini yoq çıxırış, kiçikləştiriş məqsədli xüsusən bir ataş idi. Yakın zaman tariximizdeki bu ulug' hadise rastlı üç vilayet inqilabı mıydı? Eğer onun aldığı koygan məqsədi, planı üç vilayet üçün bulunğan bolsa, o halda bu hadise hakikaten mi üç vilayet inqilabıdır. Üç vilayet azat kılınğandan keyin üç vilayetke ortak bir isim bilen hükümet kuruluş gerek. Məmtimin buğralarının Xotan emirliki degan o'xshash. Lekin bu ulug' harakatning maqsadi butun Sharq Turkistonni ozod qilish bo'lg'achqa, ozod rayonda qurilgan hukumatning ismi butkul davlatning ismi bilan birdek bo'ldi. Sharq Turkiston Cumhuriyeti. Shundaqla amaliyotga qarasaqmi, bu harakatning uch viloyat bilan cheklanmaganligi ko'rilmoqda. Turpanda götürülgen ve Songshilan tarafından katliam bilan bastırılgan Turpan qo'zg'oloni. Taşqo'rg'on O'ytaq inqilobi deb atalgan Janubiy Sharq Turkiston ozodlik harakatlari. Bu harakat yakan kichkaygan. Qashqa, Konisha, Yengisa ozod qilingan. Aksu'ga kılıngan harbiy yürüşler tarihi ameliyat mı, emas mı? Elbette bu inkar kılınmaz tarihi ameliyat. O halda nima uchun bir mustaqil davlatning jakanlışığı elib bağan bu inqilobni mavzudunning ulgusi bo'yicha, mavzudunning ta'limi, yo'l yo'riqi bo'yicha yoki uch viloyat inqilobi deyishni odat qilib olamiz. Bu aniq holda Sharq Turkiston milliy inqilobi emasmi? Bulardan yana biri kommunist Xitoy istilasidan keyingi eng cho'ng qurolli inqilob bo'lgan Barin inqilobi kichiklatilib, Barin voqeasi deyilishidir. Agar Barin voqeasi deyiladigan darajada bo'lsa, Xitoylar bu inqilobni bostirish uchun 20 ming kishilik muntazam armiya, zirhli vositalar, tanka, bronevik, shundaqla tikucharlarni qo'llanmagan bo'ladi. Bu harakatning haqiqiy ko'lamini Xitoyning mana shu bostirish safarbarligidan aniq ko'ra olamiz. Bu harekette qirg'in qilingan Barin aholisining sonimi aniq emas. Men ko'p qatim tilga oldim, bu inqilobni bostirishga qatnashgan bir Xitoy askari keyingi zamonda Amerikaga sig'ingan va radioni ziyorat qilgan edi. Mana shu chog'da, mana shu Jang Junto ismli Xitoyning deganlari odamning tenini sho'rkandirdi. To'xtaman, qo'y o'chki, kala eshak, kichik bola yoki qirqaqan demasdan uçurgan canlılıkның hemmesiyle qartib atqanlığını itiraf qilgan edi. Mana shu qadar bir hodisa ba'zilarning tilicha texici Barin voqeasi bo'lib kelmoqda. Esimda qolishicha bu maqolada zikr qilingan masalalardan biri Sharq Turkiston nufusidir. Texi yaqindili bir olimlarimiz chiqya. Bir alimimiz nüfusumuzun 13 milyon ekanligini ilmiy dalillab, nayt cho'ng ish qilib etganlik havası estirgan edi. Yana bir bilarman, darhol bu sanning to'g'riliqini o'zining qiyoslariga uyg'unligini muayyanlashtirib ulgurdi. Bu san Xitoy da'vatgan sandan qanchalik farqli? Bek yaqin. Hatto chet elliklar bizning nüfusimizni shvedlarning nüfusidan ko'p deyishmoqda. Men bunu Kolumbiya Üniversitesi'nin torbitideki yuqori seviye Uyg'ur tili uchun bir muallim qabul qildiganlik haqidagi e'londan ko'rgan edim. Mushu e'lon bilan birga berilgan Uyg'urlar haqidagi yozmada 18 milliondan ortiq deyilgan. Ya'ni bu yozmaning mavzusi nima uchun Uyg'urcha o'rganamiz degan mavzuda. Bu 2008 yillar atrofidagi gap.
Bu e'lon hozir qish tabii ki. Nima uchun ba'zilar qatlamlarda o'ltirilganlar sonida, nupus sonida, kamp tutqunlari sonida hamon Xitoy e'lon qilgan songa yaqin büyük farazlarni o'tirib qo'yib kelayotganligi har doim ko'rilayotgan yana bir turdagi da'vochilikdir. Nupusimizni qanday faraz qilamiz? Qaysi sonlarni asos qilib bekitamiz? Bu haqda men shu maqolada bir necha manba ko'rsatgan edim. Bulardan biri 1914-yillar atrofida Sharq Turkistonga maktab etish uchun Türkiye Teşkilatı Mahsusat tarafından avatilgan Ahmet Kamal İlqul o'tirib qo'ygansan. İksak maktab degan tunji fanniy maktab deyilgan fanniy maktabga avatilgan o'qituvchi. Buni bilasizlar. Mamtli apandininki Tavfiqning o'qituvchisi. Bu Ahmet Kamal İlqul o'tirib qo'ygan son. Bizning nupusimizni faraz qilib bir son o'tirib qo'ygan. Yana biri sayyoh, ya'ni explorer. Abdurashid Emin 1910-1912 yillar arasida vatanimizda kezish, sayohat qilishdan keyingi sayohat xotirasida o'tirib qo'ygan son. Üçüncü manba Sovet İttifaqı alimi A. Hakimbayevning Tarix masalaları nomli jurnalda. Bu jurnalning 1983 yillik 10 sonida e'lon qilingan Oktyabr inqilobining Şinjanga bo'lgan ta'siri nomli maqolasida tilga olingan son. Bu üç manba bir-birining ta'siriga uchrash ehtimoli hech bo'lmagan. Bir-birini tonimaydigan üç manba bo'lib, bular tilga olayotgan vaqt 1910 yilidan 1922 yilgacha bo'lgan 12 yillik vaqt. Ular tilga olayotgan nüfus sonimiz 10 milliondan 12 milliongacha. A. Hakimbayev bergan son 10 million bo'lsa-mu, u buning faqat janubning nüfus ekanligini alohida tilga olgan. Endi nüfus mutaxassislari buning ichidagi vaqtdan eng keyingi vaqtni, ya'ni 1922 yilini, nüfus sonimiz haqidagi mo'lchar sonlarning eng oz bo'lganini, 10 millionni bekitib, ya'ni 1922 yili Sharq Turkistonning nüfusi 10 million edi deb turib, bu asosni yillik ko'payish koeffitsiyentiga ko'paysa ve yıllık azayish koeffitsiyentini elivetse, bugünkü nüfusumuzun bir kadar işençlik saniga en az 80%'lik toğruluk nispetidagi bir songa erişadiganligimizni ko'rsatib o'tgan edim. Bundan başka bazı yıllar, vaqtlar haqida talaffuzimizni birlikka keltirish, tarixiy kunlarni har kim har xil atab, chet elliklar oldida kulki bo'lmaslik uchun jip uchlari berilgan edi şu maqolada. Çünkü talaffuz birligi ishonch qozondirish urug'iga. Hammadan o'xshash bir gapni qilsa, ishonasiz unga. O'xshash bir ishda o'xshamagan sonlar o'tirib qo'yilsa, uning har ikkisiga ishonmaslikni keltirib chiqaradi. Bumi bir amaliy misoldan tug'ilgan. Mushu, ya'ni mening mushu da deyishim maqolada shunda tilga ilishim bir amaliy misoldan tug'ilgan fikrdi. Şu çağlarda Rabia Qadir'dan so'ralgan bir savol, yana bir qurultaychi doimizdan so'ralgan bo'lib, ayrim ikki yerda. İkisi bir-birini tutmaydigan ikki xil javob bergan edi. Va men xijillikdan yak ko'rib ketgidek bo'lganim yodimda. Va mana shu sababdan talaffuz birligining muhimligini tunib, ash qurlarni shuning ilhomi bilan yozgan. Men bu yerde o kitaptaki zikri geçken makalını zırzavar anlatışını itidir emas. Şunu yanılı kitabını okuğununla yaxşırak. Çünkü başka nurgun mezmunlar var. Şunu hem de Erkin Asya Radyosu Uygurca bölümünün tutumu hakkında bir az gap kılışsak deyim. Men en deslapta radyonun bir top qarqusakını toplu verip,
Andın anlatqudek mazmun topolmay qiynalib Xitoyning hukumat nashriyotlarida nashr qilingan romanlarni o'qib, vaqt to'shqizib yurganiga ichim pushib, Turkiyada radio anglag'uchilarning orzusi sifatida bir tekst yozib, uningga rozi bo'lg'uchilardan imzo to'plab, radioga qarata xalqning umidi kutadiganini bildirib qo'yish qo'ringanim yodimda. Keyin bu imzolar bo'lgan tekstni radioga ivetib bergan. Shu chog'da radioning beshidagi janob buni bir necha odamning qilayotgan ishi ekan. To'rti bir necha xil imzo qo'yib o'ydirib chiqibdi deb xulosalab, manga yo'lidan taymagan edi. Mana shuning bilan men bilan radio orasida reaksiya yuz berib, 2003-2004 yillari rosa avjiga chiqqan. Shu chog'dagi birdan bir ommaviy torbat hisobidagi pit bozorida ba'zilar mendan radio aloqador savol so'ragan. Eg'iz tatilab gapni avtish uchun so'ragan ba'zilar qitug'urliq uchun so'ragan degandek. Men bu savollarning javob berishga qiziqqideklarga javob bergan. Bu savol javoblar hala mavjud. Men buni retlab tizib qo'ydim. Oldingi bir zamonlarda bu mening torbitimga qo'yilgan bu. Erkin Asiya radiosi haqida tartibsiz dialoglar degan mavzuda. Ma torbat buzilib ketib, qayta qurilgandan keyin hamma narsani to'g'ri yo'llashga xo'shaqmidi to'g'risi. Ammo u kelgusida uni to'plamga kirgizib nashr qilaman. Bu tarixiy javobgarlik. Bu radiodikilarning qilgan buni jinoyat deyishga bo'ladigan qiliqlari unutilib qolsa bo'lmaydi albatta. İlgiri eynek munbiriga qo'yilgan, keyin torbitim buzilib ketib qayta qurilgandan keyin tekrar qo'yish kerakdan bo'lmay qoldi dedim. Ana shu savol javoblarni ko'rgan birisi ash chaqda 2003-2004larning aralıqlarida Pitvazirdan shu savol javoblarni ko'rgan birisi O'rta Osiyodan menga mesaj yo'llabdi. Ash odamlar hala yashayapti, o'zini o'ltirib oldimi deb so'rabdi. Dikkat qilinglar men gapga. O'zini o'ltirib oldimi deb so'rabdi. Men buni tushunamay, bu nimaligini deb so'rab mesaj yo'llaganimda uning degani ashuncha gaplardan keyin qancha yuzi qilim bo'lsa-mu yaşavatmagando deb o'ylagandim degan edi. Anladingmi mana gapni? Tushundingmi? Shuningdan 10 necha yil o'tgan bugungi kundami bular yashayotdi. Shuni deyman, bu yaqindagi talash tortish qilingan va ba'zilari bekma ochiq bo'lgan inkaslardan ularning yuzi qizirib ketib, keyingi qatimda buni tuzitib olishi notayin. Yana o'xshash davom qilaveradi. Ular bu radioda nimalarni e'lon qilmadi qarindoshlar? Chunki aning foyda ziyinini bilgidek, aning mohiyatida yotgan mazmunni hazm qilgidek avval yo'q. Men sizlarga bir misolni desam, hadi bir tirnoq ichib. Bular bir qatim Qozog'istonning ilgarki bir baş sekreterining heykelini tiklab, shu heykelning yopiqini ochganligi to'g'risida xabar berdi. Qarindoshlar. Chunki u Uyg'ur ekanmish. Qozog'istonning baş sekretari bo'lgan bu janob ash ilgirladi, balki u 20-yillarmi, 30-yillarmi baş sekretari bo'lgan bu janob. Nimaning baş sekretari u? KPSS'ning. Sovet İttifaqı Bolşeviklar Partiyasining sekretari. Qozog'iston Bolşeviklar Partiyasi. Uyg'ur bo'lganlikda uni xabar qilish kerak deb o'ylayotgan gap bular.
O en birinci numaralı galça demektir o. Kazakistan Respublikası'nın birinci numaralı baş sekreteri olan adam degen gap mustamliki devrideki baş sekreter. Birinci numaralı münafık degen gap boludu. Aşı birinci derecelik münafık ne? Aşı xuddi çoğun Uygurlar için hayati bir mesele. Nəhayət mühim, alqışqa layiq bir iş yüz bergende xəbər qaldırады şu vaqtda. Men şunun bir maqalı yazgandım şu iş qarata. Radiodaki beşiği doğuşçu bağalladı. Başka doğuşçu varsa aşında olurdu. Oylap bakanlar, biz kelgisi de tümür devam etke bir heykel tiplep yupkın açsak da olur da şu. Okşaşlamış emas mı deyim o? Bunda adamlardan terkip tapkanı gibi. Doğru, zamanın ötüşüyle asta ehlileşti. Cık neslini ügendi, küzü açıldı. Endi o kesbi cihetteki yetişiş bu. Lekin niyet cihette nurgun çatak var yana. Hem istemez elbette beşi dikiler. Yukarıda ne geldi? Bunu yana okşaş devam kıldı dedim. Aşı zamandan beri men bilen radyo arasındaki reaksiya devam kılıp kelyaptı. Devam kılıp kelyaptı. Endi men radyoning beshidagi kaptillari almashgandan keyin uni anglamayman. Azaldan anglamaydim, tor betiga qaraydim. Endi tor betga qaramasa oldim. Shu keyingi 3 yildan beri tor betiga qaramayman to'g'risi. Chunki ehtiyoj yo'q. O zamanlarda burun bu radyo bilen häpleşmesek bulmaydigan zamandı o. Çünkü Uygurluğun avazını anlatıdığan birden bir meydan, birden bir sorun o. Onu ondan o işgal kılıvarsa ve onu monopol kılıvarsa Uygurlu avazını anlatamıydı. Ama hazır ammavi torbetle o kadar küpüyüp gitti. Onunla xerida yok. Ona talışıp otağı dekmemez. Bilginin kıldı gidek. Şunu 3 yıl oldu qarğınım yok onunla. Şu çağlardaki radyonun beşi dolqun qambiri almışıp radyo tüzülüdü dep ümitler soğuçulaştı. Bu xuddi xuftendan keçip taraviga yo'liqqandek bir iş oldu. Radyo izchil tutumini davom qilib kelmoqda. Hammalar asliyadaydigan bir nuqtaga diqqatlanjilib qo'ysam, texmi bu yarqinlashildi deyman. Salih oğlumuz bu 2018 yılı. Her gün namayış kılışkı bel bağlap, bunu bir yıldan artık devam kıldı. Her gün. Yani bir yıl 365 gün desek, Allah esel 200 gün uda devam kıldı. Şuna koy, hemen bilirsin. Lekin radyo bunu bir qatam haber kılıp bakmadı. Şarkı Türkistan sürgün hükümeti o reaksiya verildi de, onu bilirsiler. Hiç olmasa Milli Uyg'unish harekati nomidan bo'lsa-mu, bir qatim xabar qilib bakmadı. Şarkı Türkistan sürgün hükümetinin ahirki qurultayini, en keyingi qurultayini, 2019 yılı açılgan qurultayini dünya miqyosida 200 ga yaqin matbuot xabar qildi. Men shu qurultaydan keyingi videoda bu matbuotlarni qator tizib ekranda ko'rsatdim. İşenmesanglar ko'rib baqsanglar bo'ladi. 200 ga yaqin matbuot xabar qildi. Ma'lum sizlarga bu ma'lum bo'lishi kerakki, bu 200
matbuotning ichida Erkin Osiyo radiosining boshqa tillardagi bo'limlari bor. Ammo Uyg'ur tili bo'limi qaysarlik bilan bu irodasidan yanmadi. Masalan, nimada radioning beshida faili majhul shaxslar bo'lganlikdan izchil holda Sharq Turkiston degan bu ism reaksiya berib kelmoqda. Şuna Uyghur diyarı degan bir velekizina ismini tercih qilishgan. Umuman 19-asr ichida g'arbliklar tarafidan sizilgan xaritalarning hammasida bu zamin Sharq Turkiston deb yozilib kelyapti. Bu bir fakt. Bu yerde yana bir tırnak açay qarindoshlar. Bu faktlar, yani xaritalar ko'p qatim to'g'ri yo'llandı. Lekin bizning ajoyib odamlarimiz bor emasmi? Faktni inkor qilib, o'zining shum xiyolini faktning ustidan qo'yib, bu xaritalar saxta deyishganmi bo'ldi. Bo'lmasa nima deb atalatdi? Sharq Turkiston deyilmagan bo'lsa, nima deb atalatdi? U saxta bo'lgan bo'lsa. Mana shunda dunyo e'tirof qilayotgan bir ismni biz Xitoyning foydasiga inkor qilayotganligimizni o'ylab ko'raylikmiz. Bunda berijilik yana qanday millatlarda bor do'stlarcha? Shundaqli bular avtonomiyachilar. Xitoy do'stlari Xitoydan ayrilmay turib masala qiladigan guruhlarning dumboqchisi ekanligimi ro'shan ko'rinib turdiki, buningdan bularga mustaqillik degan so'zning reaksiya beradiganligini ko'rib olg'ili bo'ldi. Hatta Rabia Hanım yeni çıkan zamanlarda Rabia Hanım'ın faaliyetlerini xabar qilishda gejgis qetib olib tartishib qoladigan ahvollar bo'lgan. Keyin Rabia Hanım'ı shularning qimmatlariga qo'shilib sepo'zidan bo'lib ketgandan keyinlar xabar qilinadigan bo'lgan. Bugungi siyosiy hayotimizning eng cho'ng hodisasi hisoblanadigan Xitoy jinoyatchilarini xalqaro jinoiy ishlar sudiga berishdek bir voqeami biror qatim ezib ketib xabar qilingani yo'q. Bulardan bir kontrollikni his qila olamiz. Radio nima uchun Sharq Turkiston deyishdan o'zini qochirdi degan masala haqida mening ilgari radio bilan bo'lgan kurashlarimda hali ilgari ketilgan edi. Men ba'zi aniqlashlarni qilib ko'rdim. New York Vaqt gazeti, Washington Postasi, Wall Street Journal qatorliq cho'ng matbuotlar Amerika hukumatining tutumiga vakillik qila oladi. Ular Sharq Turkiston degan atalgan ishiltidi. Sharq Turkistonning o'ziga aloqador bo'lgan bizda ishiltidi tabiiyki. Xitoyga aloqador bo'lgan ahvollarda Xitoy qo'ygan ismni ishiltidi. Men buni inkor qilmoqchi emas. Ularning Sharq Turkiston degan atalgan ishiltishi Amerika siyosatiga putlashmaydi-yu, Uyg'urcha bo'limning bu atalgan ishiltishi putishib qolamish. Haqiqatan kulkilik. Men bu yerda yana bir uchurni bilib qo'yay. Yana bir tirnoqqa chay. Dastlabki kamp shohidlaridan birini radioda ishlaydiganlardan bir qamal qilib olib, uningga tutum belgilab, xil uzoq dars bergan. Asaslık mezmunlardan biri Sharq Turkiston degan atalg'ini ishlashsa bo'lmaydiganligi. Buni Amerika hukumati xohlamaydigan bo'lganlikdan uning Amerikada qabul bo'lish ishiga ta'sir yetkazib, hatto Amerikadan qo'g'lab chiqarilishiga sabab bo'ladiganligi qatorliq nasihatlar bilan qo'rqitib tarbiya qilgan. Keyin bir Amerikalik bilan ko'rishganda Amerikalikning hech unda qaramaydiganligi, nima deb atasa shuni hurmat qiladiganligini anglaganda hayron qolgan. Shunisi men faqat hayron qolmayman. Agar bir insonning niyatida bir narsa qat'iy bo'lsa, har qanday cheklangan yashagan taqdirdami, teshig'i tepadigan yo'l chiqib turadi. Cho'qim yo'l tepiladi. Niyatda bo'lmasa amal yo'q. İlgiri Dolqun Qambir ancha qarish taraf hisoblanadigan taraflarning sadasi yangrashiga yo'l qo'yapti. Dolqun Qambir. Demak, hozirgi turqutullarga qaraganda qo'shiq ekanligi bilan farqlanib, Dolqundan qaqshigan xalq ko'p kishilarni uni seg'inishga majbur qiladigan darajadagi ko'z kichiklikni ifoda qilishmoqda bugungilar.
kılıvatkallarının suruku buluşu yetişenmeydi. Çünkü halk aciz, güçsüz, ulan cezagı tartalmaydı. Allah kişenmeydiğen boğaçka Allah'ın hesap edişidin terhimi kokmaydı. Kıskısı bu ketim radyonun bir atalgını doğru kullanmaslık hakkındaki talaş tartışlardan doğulgan ilham bilen bulan sözlep oturttumuz. Bu talaş tartıştaki bazı inkaslarda atalgılardaki asman zımın farkını bilmem de bula degan şekilde bu ki inkaslar bakken men deyman ki dal şunu bilgechki mana shunda xato atgan gap. Eğer bilmegen bolsa ba'zi buni aralash qo'llanib salatdi. Çünkü ular Uyg'urning ovozi bo'lishini tanlamagan. Yaxshiki maoshni Amerika berdi, chiqim Amerikadan bo'lg'achqa oshkora Xitoyga ko'tarmachilik qilolmayotadi. Eğer niyetiga qiladigan bo'lsa, boshqa mazmunlarni suyuqlandirsa bo'ladi. Shunisi hammaga amal yo'q. Şu kişiler ancha diqqat qilmaydi deb bilgan ishlarda xususiylik bilan Xitoylarning irodasi uchun xizmat qilishidi. Ishonmasanglar diqqat qilib ko'rsatib turing qarindoshlar. Ular xatolarni xalqning ra'yi bo'yicha tuzitamdi yoki o'zining bilganda qat'iy chaqtiramdi. Meningcha hali bir o'tirasiyalik qarindishimizning so'ragan savoli va savolning javobi yana aqlimizga keladi. Bularcha ular nepiz bo'lsa, buncha ular bilinarlik ta'tir qilmishlarni qilmagan bo'ladi. Şu ularning tavlab ketişidan, izzat atib ketişidan ensirashning hojati yo'q. Numusdan o'lib olish ham mumkin emas. Qahramonlarcha yashaydi, qahramonlarcha davom qilaverdi. Ishonmasanglar qarab turing. Ya'ni ular avtonomiyachilarning, Xitoyning asalligi bo'lishini tanlaganlarning, Xitoy hamkorligi tarafdorlarining zuvoni bo'lishni davom qilaverdi. Bu keskin hükmümüzün to'g'ri chiqadigan chiqmaydiganligiga qarab baqaylanadi. Hammalarga rahmat qarindoshlar. Bugun plan qilinmagan bir mavzu bilan vaqtinglarni oldim. Allah hammalarni niyat qilgan ulug' ishlaringlarda muvaffaq qilsin. Keyingi qatim ko'rishguncha xayr xo'sh.